Siz jannatning 8 eshigi borligini bilarmidingiz? Har bir eshik muayyan yaxshi amallar qilgan insonlar uchun ochiladi. Keling, ular haqida birgalikda bilib olamiz. Bu namoz eshigi. Namozini vaqtida xushu bilan ado qilib, uni asragan mu'minlar shu eshikdan chaqiriladi. Bu sadaqa eshigi. Muhtojlarga yordam bergan, yashirin ehson qilgan va saxovatli insonlar shu eshik sharafga erishadi. Bu Rayyon eshigi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: rozadorlar uchun jannatda Rayyon nomli maxsus eshik bor. Rivoyatlarda o'ng tomon eshigi haqida ham zikr keladi. Aytilishicha, ba'zi solih bandalar hisobsiz jannatga kiradilar. Ko'proq zikr qilinadigan fazilatlar: Allohga kuchli tavakkul qilish, ixlos bilan yashash, tavhidni mahkam ushlash. Bu sadaqa eshigi. Hadislarda sadaqa ahli ushbu sharafli eshikdan chaqirilishi zikr qilingan. Bu haj eshigi. Islomning 5 farzidan biri bo'lgan hajni ado etgan va uning amallarini ixlos bilan bajargan insonlarning fazilati haqida ulamolar sharh qilganlar. Qabul bo'lgan hajning mukofoti buyukdir. Alloh taolo g'azabini yutadigan va insonlarni kechiradigan bandalarni maqtagan. Ular qalbida sabrni saqlagan va odamlarni afv etishni bilgan. Bu ulug' xulq mo'minning ziynatidir. Kechirimli qalb insonni ulug'laydi. Bu jihod eshigi Alloh yo'lida sabr qilgan, haqni himoya qilgan va mashaqqatlarga bardosh bergan insonlar uchun. Lekin eng muhimi shuki, inson faqat amali bilan emas, Allohning rahmati bilan jannatga kiradi. Alloh barchamizni jannat ahlidan qilsin. Hammamizga qiyomat kuni Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam yo'llarida turish nasib qilsin. Sizga videolar manfaatli bo'lyaptimi? Like bosib, yaqinlarga yuborib, kommentariyada amin deb yozib keting va Shifogulga obuna bo'ling.